Qarang, bugun ko'rsak nima deysiz? Ko'chada havo ham romantikniy bo'lyapti. Shuni javobini aytib oling. Ha, Tishning? O'rtoq, bitta qiz bilan tanishuvdim. Shu sen kiyimni ozgina poddershka qilib turishing kerak. Bo'ldi, muammosi yo'q, kir. Qalay, jigar zo'r turdimi? O'zing kiyimlaring ham ko'p edi-ku. Hozir uyga borsam, xotin ming'ir sing'ir qilgan, qaq ketib hozir bir nimalar kerak emas-da. Sen uylangan eding-ku yetgancha. Endi nima qilasan qiz, biz o'rtoq ko'zingni ochsang-chi. Boshimni qotirmagan, vashi chiroyli qiz. Bir marta ko'rishib bo'ldi. Jinni bo'lib qolsan, xafa bo'lmagin-ku. Menga undan ko'ra mashina topishib bor. Voy, qayerdan mashina topib beraman senga? Endi kardonsamchi? Uni bosh og'riq vapshi ko'p ekan. Mana toychoq hal bo'ldi. Qayerdan olding? Qara, Rent-A-Uz degan platforma bor ekan. Bu yerdan mashinani olishing juda ham qulay, hech qanaqa bosh og'rilasiz. Chunki masofadan turib dokumentlaring rasmiylashtirasan, Davenus Ubu deganlardek. Yana yaxshi tomoni, qo'ygan depozit pulingni avtomatik tarzda qaytarib berishar ekan. Mashinalarni Toshkent, Samarqand bo'ylab olsang bo'lar ekan. Ijara bo'lsa sug'urtalangan, Mazda-ya. Qanaqadir qo'ynim g'ashdi. Mana shu mashina haydab bormasang bo'lardi. O'sha qiz deb avariya bo'lsang-chi. O'rtoq hech narsa qilmaydi. Voy, men sen ahmoqga yetdimi? Shu qizni kasr uradi deb. Mashinani ham dabdala qilgan dursan. Mashinaga hech narsa qilmadi. Ana qiz xotinim ekan. Fake akkauntda yozib yurgan ekan menga. Xotining sen shuna urib tashladimi? Mashinani berib keldingmi? Yo'q, 3 kun qoladi endi menda. 3 kun nima qilasan? Yo, dovdir uyga kira olmayman, mashina uxlayman, qattiq uxlayman boshqa. Qayerda cho'milasan? Mana. Obturing-a. Découte la plaque, Paris sans adéquat.